Mana bugun elimiz suygan so'z ustasi Abdulla akam Akbarovni xonadonlariga keldik, ko'rganim. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Biz shogirdlarning baxtiga hamisha sog' yuring. Farzandlarning baxtiga, muxlislar baxtiga chiroyli qilib duo qilib berasiz. Biz namanganlik san'atkorlarni, vodiylik, barcha o'zbekistonlik san'atkorlarni, askiyachi qiziqchilarni duo qilib bering deb chiroyli qilib. Mana kelganlarga rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz boy bo'lsin. Tinchlik omonlikdan boshimiz chiqmasin. Sog' salomat bo'laylik. Boshimiz yaxshi kunlarda to'ylardan chiqmasin Alloh. Amin, Alloh akbar. Mana bu yerda Ravshanbay ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Mana Umidjon hamisha sog' bo'ling. Shu elli yurtimizni baxtiga omon bo'ling. Alloh xudo xolasa bundan ham yosharib ketasiz. Hozir ham zo'rsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'lib qoling ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin. Allohu akbar.